500 ming dollarga Chorvoqdan qanaqa dacha olsa bo'ladi? Men sizlarga hozir bitta obzor qilib beraman. Sizlarga ikkita variantimiz bor. Xohlasangiz sotsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz yozda kelib maza qilib dam olib ketsangiz ham bo'ladi. Sababi bu yerda 50 sotuvlik joyga ikkita dachamiz tushgan. Bittasini sotadilar. 30 sotuvlik dachamizni 15 sotuvligini bo'lsa arendaga beradi. Endi sizlar bilan obzorni boshlaymiz. Qani ketdi. Chorvoq bo'ladi, Bo'stonliq tumanida joylashgan bo'ladi. Chorvoq. Kirish darvozamiz, nomini eslab qolinglar. Nurafshon dam olish maskani. Ketdi ichkariga. Bismillahirrohmanirrohim. Kirib kelar ekanmiz dachamizga. Eshiklari ham qattiq zirhli eshik deydi-ku, shunaqa. Xo'p, dachani obzorini boshlaymiz. Ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, kirib kelar ekanmiz. Bu yoqqa bemalol mana mashinalarni qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqdan tepaga chiqamiz. Hozir tepani to'g'ri aylanib tushamiz. Yuringlar, ketdik. Bu yoqqa mana tomlarni ham yopib qo'yganlar. Yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi, siz bemalol zinadan chiqib tushurasiz. Sizga yomg'ir, qor xalaqit bermaydi. Xo'p, bu yoqda ham mana qaranglar, yo'li bor. Ko'rasizlar, chiroyli archalar ekib qo'yganlar. Bu yoq tarafda basseynimiz bor. Basseynda yozda maza qilib cho'milasiz. Ham zimniy basseyn, ham mana tashqaridagi basseyn. Mana archalarni qarang. 26 yildan beri shu ish bilan shug'ullanar ekanlar. O'zlari hammasini mehr bilan chiroyli qilib ekib, qarab kelganlar. Endi sotishga to'g'ri kelyapti. Ko'ring, bu yoqda mana choy ichib o'tiradigan joyimiz bor. Xo'p, bu yoqqa o'tar ekanmiz. Bu yoqda mana bu yoq birinchi kottejimiz, umumiy ikkita kottej bor. Umumiy 80 tagacha odam ketadi. Xo'p, bu yoqqa kirganimizda oshxonamiz kattagina hol, chap tarafda ovqatlanadigan joy, to'rda bilyardxona, o'ng tarafda yana sanuzel yumushxonalari. Xo'p, tepaga chiqar ekanmiz. Tepada 4 ta yotoqxona, o'zini divanlari, pakrivalari hamma narsani birgalikda qilib qo'yilgan. Bemalol bu yoqqa odamlarni joylashtirsangiz bo'ladi. Har oy sizga xudo xolisa mana shu issiq kunlarda daromad kelib turadi. Hop, basseynni ko'rdik. Bu yoqdan chiroyli qilib suvlarni oqizib qo'ysangiz bo'ladi. Endi tepaga chiqamiz dalcha, yuringlar. Agar siz mana kollektiv bo'lsangiz, mana chiroyli joylar qilib qo'yilgan. 80 kishiga mo'ljallab. Bu yoqda o'zining oshxonasi bor, qozon, o'choq, hamma narsa qilib qo'yganlar, sharoitlarni. Bu yoqda mana tapchangacha bor. Bu yoqda manzarani bitta ko'ring. Manzarani bitta ko'rsatib oling, zo'r gap yo'q lekin. Idalchi kelaveramiz. Bu yoqda mana televizorlargacha bor tepada. Bu yoqda arg'imchoqlar maza qilib arg'imchoq o'chasiz. Bu yoqda gaplashib o'tirish uchun joylar qilib qo'yilgan chiroyli qilib. Lekin boru rosa toza havo bo'ladi, yo'q-ku. Keling. Xo'p, sizlar bilan bu yoqni bitta obzor qilamiz. Kirganda kattagina xona keladi. Bu yerda choy ichib, ovqatlanib o'tiriladi. To'g'riga o'tganda oshxonamiz keladi. Endi bu yoqdan zinadan tepaga chiqar ekanmiz. Zinadan tepaga chiqqanimizda 3 ta ketma-ket xona keladi. Har birida shu 5, 6, 7 kishigacha joy qilingan. Kelib o'zingiz bemalol ko'rib, aniq nechta, nima bilsangiz ham bo'ladi bemalol. Xo'p, bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqdan yurib, endi pastni ko'ramiz hozir. To'g'ri bu yoqdan kelganda oxirida mana ikkita yuvinish xonasi sanuzel joylashtirilgan. Xo'p, bu yoqqa keling, aka. Mana mashta bitta manzarani ko'rsating. Vau, mashalloh, buncha chiroyli joylar bo'lmasa. Zo'r joylar bor-ku, atmosfera zo'r. Ketdik endi zinadan sekin pastga tushamiz. Okay, mana bitta bor-ku. Kaptarlar boqar ekanlar o'zlari, mehr berib. Zo'r kaptarlari bor ekan. Yuringlar, pastga tushamiz. Akalar, bu yoqni ko'rib chiqdi, sharoitni ko'rdinglar. Mana shu joyimiz sotiladi 30 sotuv. Ikkita kottej, общий 80 tagacha odam ketadi. Sanuzellari, bilyard stollari, basseyn, zimniy basseynlari, hamma sharoitlari qilingan, hamma sharoitlari bor. 26 yildan beri o'zlari shu ish bilan shug'ullanar ekanlar, shuning uchun hamma narsasiga o'zlari qaraganlar. Endi yonidigini arendaga beradilar. Agar siz bu joyni oladigan bo'lsangiz, nimadir bo'lsa, mana shunda oldida o'z egalari bo'ladi. Nima bo'lsa so'rayverasiz. Xullas, mana shu ko'rsatgan joyim 30 sotuv, shu 500 ming dollarga baholanyapti. Ya'ni endi ozgina tepasida o'tib beriladi. Kevering o'rta operator. Endi sizlarga arendaga ko'rsataman bu variantni. Arendaga olmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun. Ya'ni mana yoz kelyapti, issiq mavsum kelyapti. Arendaga o'zingizga dacha qidirasiz. Mana shu yaxshi dacha. Narxini boshida aytib ketaman. 300 dollardan 500 dollargacha bo'ladi. Yana bitta maslahatlashib, egalar bilan gaplashib kelishib olsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yoq tarafga uzunlarni ekib qo'yganlar, soya bo'lib turadi. Bu yoqda bitta spalnigimiz, bu yoq tarafda, mana bu yoq tarafga qo'ying. Bu yoq tarafda bitta spalnigimiz, 4 kishilik, 5 kishilik. Bu yoqda yana bitta spalnigimiz, 4-5 kishilik.
Xo'p, to'g'riga o'tar ekanmiz. Bu yerda kattagina ayvonimiz bor. Bu yoq tarafda ovqatlanadigan joy. Bu yoqdan tepaga chiqiladi. Tepaga chiqilganda katta choy ichiladigan joy bor. Besetka bor, dam olish joyi. Xullas, bu yoqqa o'rtoqlar bilan chiqib gaplashib o'tirsangiz bo'ladi. Endi bu yoqni ko'ryapsiz, bu yoqqa basseyn qilingan. To'g'risi suvni ko'rib, men havoda borib, o'zimni cho'g'inglarim kelib ketyapti-da. Bu yoqda qurinib yotadigan joy, bu yoqda mana besetka o'tirib, choy ichib, og'aylar bilan gaplashib, mana bu piramidani tomosha qilib o'tirasiz, okey? Yuring endi ichkarini ham bitta ko'ramiz. Mana eshikdan kirganda chap tarafimizda katta ovqatlanadigan joy, o'ng tarafda yotoqxona, to'g'rida oshxona, pastga tushadigan bo'lsa, pastda zimniy basseynning o'zini saunasi bor, issiq xonasi bor. Sizga yana nima kerak? Okey, shu yerda maza qilib dam olmaysizmi? Qarang, seji chiroyli bo'lib turibdi, dam olishlik. $300 ga bir 25 kishi bemalol kelsanglar bo'ladi. Ya'ni egalarni bitta gaplashasizlar, aniq narx-navolarni bilib olasizlar. Xo'p, bu yoqdan tushib boramiz. Obzorni tugatdi. Bu videoni shunaqa dacha biznes qilaman degan tanishlaringizga jo'natib qo'ying, manfaatli bo'ladi. Agar tanishlaringiz yozda dam olaman deyotgan bo'lsa ham jo'natib qo'ying, chunki mana yoz, issiq kun yaqin, arzonroq yaxshi dacha qidiradi hamma. Ko'pchilik ayniqsa kollektiv bo'lsa, ayniqsa manfaatli bo'ladi. Narxlari ham yumshoq narxda $300-500 atrofida bo'ladi. Qiziqqanlar uchun pastdagi raqamni yozib qoldiramiz, telefon ko'rasizlar.